Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Mana bir kampir tepani tepasi. Shundan o'tasizlar. Juda chiroyli joylar bor ekan, kesalaring. Pistan pishmaganini ko'rsataman hozir. Mana shu pista. Ana bozorda sotib olasizlar-ku. Ko'ringlar mana. Mana shu do'stlar pista deydi mana. Anaki. Ko'rlaring. Pista. Anaki. Sizlar sotib olasizlar. Bu yerda mana pista bepul bo'lyapti. Ko'rlaring. Kilosi 100 ming so'mmi? 100 ming so'm. Lekin buni terish mehnati ham bor ekan, haqiqat. 100 ming so'm degancha bor. Mana polni pistazor. Chukuri ham bor do'stlar, pista. Mana chukuri mana kuzatib borsangiz, chukurini ham olgan joylarimiz bor. Chukuri deydi ismi. Chukuri. Mana ko'rdinglarmi, mana pistani? Yo, pista emas ekan. Mana shunday chiroyli joylarda, mana ko'ryapsizlar. Mana shu yerga maza qilib dam olsang bo'lar. Arintir sizlarga aytsam, mana bu Sheroboddan Zarabog', Qarabog', Ko'xtang deb yozib qo'ygan. Shu yoqqa bossalaring Zarabog'ning ichidan o'tib to'g'ri Shalqon ketadi. Kampirtepa degan joyda bu. Mana shunday joylar, odamlar dam olyapti. Mashinalar kimniki bo'lsa ham. Semeyniki dam olyapti. Mashallah dam olsang bo'ladi, kep. Shu tabiat juda chiroyli va go'zal. Endi nima deydi? Aytib yetkazish qiyin-da. Biz ham endi bir kompaniya bilan yuribmiz. Kompaniya bo'lganda og'aynilar. Pistani ko'rsataman deb video qilib edim-da. Pistani ko'rsatib berayin. Ko'p odam bilmaydi pista qayerga o'sadi. Misol O'zbekistondagilar bilishi mumkin. Ito, Surxondaryo, Qashqadaryo yaxshi bo'ladi. Naryoqda mana Qozog'iston taraflarida bilmaydi-da. 5000 tanga 1 kilosi. Shu ko'rsin deyman-da mana. Mana shu pista. Pishmagan. Pista bilan. Pasta soy var. Soyda qaranglar. Suv oqtiribdi. Soyga tushamiz hozir. Bu soyga mana bu tog'dan kelyapti-da. Bu tog'da. Qor bor hali ham tog'da. Suv shaqirib ketgan. Ta'riflashga til ojiz deydi-ku. Men o'zim ham pistani ko'rmaganman, birinchi marta ko'rishim. Do'stlar, kuzatib boringlar, like'larni bosinglar. Xudo xolasa yana bir odam oyog'i yetmagan joylarga borib ko'rsatishga harakat qilamiz. Qiziqib sizlar ham kelasizlar, mana shu men bilib turibman. Chiroyli joylar, mana odamlar katta qurib ko'rlar, xona. Endi uzoqda juda ham güzel. Mana toshni ko'rlaring. Toshlar ham juda chiroyli toshlar ekan. Necha yillik tosh bular? Mayli do'stlar, sog'lik, salomatlik, yaxshilikda ko'rishguncha
Sağ olasizlar, kuzatib boringlar. Videolarim soli oldinda ko'p. Allah. Qishda qanday qilib chiqamiz? Video olish oson emas. Tushamiz. Shuning uchun mana ko'ribsizlar qanday yo'llarni yuribmiz. Ko'prik past ko'ryapsanmi? Sizlar uchun men shunchalik riskovat qilib kelyapman. Bir tosh tushib ketsa ham o'lding-da. Qil ko'prik. Biz berib Qaranglar. Qoyilmizlar, qanday deyman. Sen naryoqdan tushasan. O'tmadinglar. O'zi yana joydan tushasan. Yo'q. Agar ikkita mashina bir-biriga kelib qolsa, birov sakrab o'tish kerak. O'tolmaydi. Tushsak bo'lmaydi. Mana shunday joylar bor do'stlar, ko'rib turibsizlarmi? Mana shu yerdan tushasalar. Mayli. Voy. Tushishga tushamizda, qaytib chiqishga evakuator chaqiramiz. Ya chaqas. Faqat nima chiqdi? Yomon yurgan edi. Men qizim kalasi baqib Voy voy. Bunday yo'llarga kelaman deb o'ylamadim. Haqiqat opasni ekan. Naryoqqa chiqib bo'ladimi? Machilda deydi bu yoqda, machilda. Voylarga nimadan kelib Bir bola olib keldik, shahdan pishkom tushasizlar. Короче borku, не советую deymi? Chiroyli joyda mana pista, yana pista bor ekan. Короче mana bu granitsa ekan. Mana bu soyning nariyog'i Turkmaniston. Mana ga yozib qo'ygan ish o'qisa ish. Qarashlaring mumkin. To'xta, chegara mintaqa deydi mana. Ko'ryapsizlar-ku. Kirish, ish va boshqa faoliyatni olib borish chegara qo'shinlari tomonidan beriladigan ruxsatnoma asosida amalga oshiriladi. Ishonmasang mana chegarani oldiga kelib turibman. Mana shu chegaradan o'tish mumkin emas. Nimaga deganda naryoq Turkmaniston. Mana. Mana kay. Kalichka проволока. Misol Yevropada ham bor-ku. Mana Meksika bilan Amerikani bo'lib turgan o'shanda. Mana. Mana shu yerdan yaqin o'tsa bo'lmaydi. Lekin men o'taman. Hop! Turkmanistonga bir oyog'im, O'zbekistonga bir oyog'im. Qoyilmisizlar? Hop! Yana qaytib o'tamiz. O'tmaylar dedimmi? Qani Sharsara? Sharsara. Qanday o'tgan? Dağlarda da soylar pastlar. Turkmaniston. Mana. Lekin o'tib qaraymiz, qiziqdim men. Hech yergacha boraman mana, o'tdim. Turkmanistonga o'tdim. Bu yoq Turkmaniston hududi. O'tma deb yotdi orqadan birovlar. Iloji yo'q. Mana shu yerga chiqib qarashimiz kerak. Mana kay do'stlar. Turkmanistonda Sharsharas. Endi mana shunchaki mana shu yerga o'tib sara ko'rsatmasak ham bo'lmas edi. Pista ko'p ekan bu yerda. Mana bu ham pista. Qaytib yotibdi, bayinlar yuribdi nega. Aytamiz sizlar yo'q. Mana yong'oq. Ko'ryapsizlarmi? Yong'oq ham bor edi, pishmagan qoldi. Yo'li lekin vaqti qiyin ekan.
Mana shu chegara. Qaytib o'tamiz endi. Qaytdi bir opa. O'zbekiston, assalomu alaykum. Yuraverasiz do'stlar. Bir qadam. O'zbekiston taraf Musur. Do'stlar, kepsizlar, yebsizlar, ichibsizlar, amlab tashab ketmanglar darslaringga. Nima bu? Mana Musurni qaranglar, orqalaringga yeb ketmaysizlar. Shunday tabiatni rasvo qilibsizlar-da, konkretno. Mana qaranglar-da, Musur nima bu? Aroqni ichib astag'firullah, pivani ichib talib ketdim. Kim qildi mana shuni? Yig'ib ketinglar kelib orqalaringga. Turkmaniston tarafı qaynadı, top-toza turibdi. O'zbekiston taraf boshini oldi ariqdan edi. Mana ishonmasang. Ha, Turkmaniston taraf top-toza. Shuna kelasan O'zbekiston taraf ariq. Mana ariq. Qo'yishlar, qo'y. O'mirda qo'ylar. Musur taylamaylamda bu. Yig'ib ketmaysizlar musurlar. Sizlar uchun yana videoni oxirigacha davom ettirishga qaror qildim. Yana ham chuqurroq tushmoqchiman. Kuzatib boringlar do'stlar, like, podpiska qilib qo'yinglar. Qiyin emas. Mana yong'oq. Ko'ryapsam tushishga tushdim, lekin chiqishni bilmadim. Qanday qilib chiqaman bu yerdan? Tushish oson, chiqish qiyin. Hoppa. Mana do'stlar. Вот это манзара. Tabiat qo'yni. Juda chiroyli. Suv yaxtak ekan. Lekin cho'milishga qaror qildik. Agar kuzatib tursalar cho'milamiz. O't qavmini qaranglar do'stlar. Ana futbol o'ynayapti. Mana shunday chiqin tarafdor. Yaxshi bo'lyapti do'stlar, mana kechqurungi ko'rinish. Bugun qolyapmiz mana shu dacha bizniki chekkadagi. Ikkinchi etajda yotadigan joylari, televizor, hamma narsasi bor. Mana shunday ko'rinishda odamlar ko'p. Pastda ham xonalar bor. Pastdagilar 50 ming so'mdan ekan. Ammo ular shunday dacha olish mesela 600 mingda 7 odam 8 odam kelsa ham 600 ming beriladi. Agar 5 odam bo'lsa, o'sha ular sinalari sal arzon bo'ladi-da. 80 ming so'mdan odam bosh. Agar 7 odam bo'lsa, o'sha bo'ldi 8, 9, 10 odamgacha 800 ming so'm, 600 ming so'm. Kelinglar, dam olinglar. Mana chiroyli joylar ham bor. Surxondaryo. Da qayer bu? Surxondaryo. Tak, tip ana Shalqonni bu yog'i. Qizilolma degan joy. Damib ketasizlar. Tak, hammalarga sog'lik tilayman. Kelasi videolarimizda ko'rishguncha, like'larni ayamanglar, podpiskani bosib turinglar. Hammaga sog'lik, salomatlik, sog' bo'lasizlar.